Assalamu alaikum ve rahmetullah berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylarida qarindoshlarım. Emminglarninki mushu vaqti ve bununki vaqti xayrlik bolsun. Ben Abdulaziz Beştoğrak dostumla İstanbul'daki Sulaymaniye Camii'nin qaşidan sizlarga birlikte öğrenip kelayotgan bu derslarni davomida bugün Erkesizlik akamızdan bu qo'lab tutib turgan Turmuş'tan mühim savatları ve sabakları degan mono kitaptan birlikte öğrenişle başlayımız. Diqqatinglar tadbirga siz derslerde bolsun qadirli qarindoshlar. Anda olsa bugünkü dersimizden temisi nima ekan desanglar, dadalar bilishga tegishlik muhim ishlar degan tema. Bu kitap Erkesizlik akamızdan tadbir nashriyoti tarafidan nashr qilingan 7. qism kitapdanki 81. betideyken PDF'ni yoki bo'lmasa maqolani o'qimoqchi bo'lsanglar adresini chiqarib qo'ydim. Aşağıdan tushirib o'qib olsanglar bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, anglashni xohlaganlar mendan anglasanglar bo'ladi. tadbiryay.com deb bir domain olgan, aşağıga mo chiqarib qo'ydim. Ulanmani birdamdan keyin bu YouTube chiqarildi. Dadalar bilishga tegishlik muhim ishlar. 2016 yılı 4. ayının 15. günü vatanda ilan kılınan makale. Biz Quyosh, ay ve asmanga qarash orqali ikki narsani esimizga sala olamiz. Onun biri vaqtga hurmat qilish. Onun yana biri bo'lsa bir tengpunlashgan hayotni yashash yoki hayotimizning bir tarazisi bar bo'lish. Hazır bizde en kem narsalarning biri tengpunlik. Erlerde tengpunlik kem, ayollarda tengpunlik kem, balalarda tengpunlik kem. 14 yaşlık o'smirlarda tengpunlik kem. Er xotinlarda tengpunlik kem. Ata-onalarda tengpunlik kem. Korxona egalarida tengpunlik kem. Xizmatchilarda tengpunlik kem. Qisqasi, kishilarning hammasida tengpunlik kem. Her bir adamның öz aldığı birden ayrım tarazisi bar buludu. Men mezkur yazmada dadalar üstüde toxtalıman. Yani ailedeki münasibet ve balı terbiyesi de dadalar bilishga tegishlik bir qancha muhim ishlarni bayon qilib o'taman. Erler besim ishida yashaydi. Eğer siz bir ayolning eri ve bir yoki bir qancha balalarning dadisi bo'ladi ekansiz, sizning ata-onangiz sizdan vaqt talashida, apangiz sizdan o'ziga e'tibor berishni ve dadangiz sizdan o'ziga vaqt ajratishni istaydi. Ayolingiz sizdan vaqt talab qiladi. Balangiz sizdan vaqt talab qiladi. Xizmatingiz sizdan vaqt talab qiladi. Cheniqish sizdan vaqt talab qiladi. Do'stlaringiz sizdan yana vaqt talab qiladi. Özünüzü normal tutuş için siz özünüzmü özünüzden vaqt talab qilasiz. Xizmatga berib kelish sizdan vaqt talab qiladi. Yangi narsalarni o'rganib, xizmatda eng yuqori saviya saqlab menish sizdan vaqt talab qiladi. Davomli o'qish sizdan vaqt talab qiladi. Agar biz yuqoridagi har bir talabni bir zanjir deb faraz qilsak, sizni 20 zanjir 20 tarafga tortib sizni vayron qilishga tas qoladi. Bunday ahvolda siz uchun turmushdagi tengpunklikni saqlash intayin qiyin. Siz ayolingizga yetarlik vaqt ajratolmaysiz. Balalaringizga yetarlik vaqt ajratolmaysiz. Ba'zi ayollar erining o'zi bilan birga bo'lmaganidan xo'sh bo'ladi. Ama ko'pincha ayollar sizni davomli kompyuterning oldida o'ltiradi. Davomli telefonda so'zlashadi. Menga ozroqmi vaqt ajratmaydi deb sizdan norozi bo'ladi. Do'stlaringiz sizning bizga ajratadigan vaqting yo'q. Sen zodi biz bilan birga bo'lmaysan deb sizdan yomonlaydi. Xizmatdan sal balduroq tushib o'rganmansiz, boshliqingiz
to'liq ishlamiding deb sizdan xafa bo'ladi. Mana bu bir er ve dadıning taqdiri. Eğer siz bir dadı bo'lsangiz, sizin hiç kim razı bo'lmaydi. Siz to'y qilganda shuningdan boshlab ana shunday yashaydiganga ma'qul bo'lgan bo'lasiz. O'g'illarimiz to'y qilganda biz mushundaq ishlarning bo'ladiganligini ularga hargizmi demaymiz. Ammo yuqoridagi ishlarning hammasini tangpunglashtirish sizning mas'uliyatingiz. Agar siz va men shu mas'uliyatni unutilib qolgan bo'lsak, biz osmonga qarab beqishimiz kerak. Ko'pincha vaqtlarda yuqoridagi ishlarni tamponglashtirish bir oson ish emas bo'lib chiqadi. Ba'zida siz ayolingiz bilan munosabatni nihoyat yaxshi elib mangsangiz, ammo ota-onangiz bilan bo'lgan munosabatingiz ancha yaxshi bo'lmaydi. Ba'zida siz bir nihoyat yaxshi xizmatga urilishsiz, ammo er-xotinlik munosabatingiz ancha yaxshi mangmaydi. Ba'zida sizning xizmatingiz va oilangiz yaxshi mangadi, ammo do'stlaringizga vaqt chiqara olmaysiz. Mushundaq tangpungsizlik yuz berganda ko'pincha kishilar o'zlari yaxshi qila oladigan ishlarni tanlab qilib, vaqtning ko'p qismini shu ishlarga ajratib etadi. Qolgan ishlarni bo'lsa, men uchun qolaysiz ishlar deb bir chetga qayirib qo'ydi. Ba'zilarning oiladagi munosabati normal bo'lmay qolganda, sirtdagi biror faoliyatga nihoyat aktiv qatnashib, uyiga ketgili unmaydi. O faoliyatni tashkillovchi endi ishlar tugidi, uyga qayting desa, yo'q, men yana ozroq yordam qilay deb uyga ketgili unmaydi. Ya'ni biror ishni bahona qilib, ayolining qishig'i ketishga unmaydi. Bundaq munosabatda ig'ir masala bor. Ikkinchi, bolaga vaqt ajratish. Biz qanday qilganda bolalarni yaxshi tarbiyalaymiz? Bolalar uchun eng zarur bo'lgan narsa dadisining vaqti. Dadalar chuqum bir qism vaqtni bolalari bilan birga o'tkazish kerak. Hozir nurg'un dadalarning bolalari bilan bo'lgan munosabati nihoyat sun'iy holatga kirib qoldi. Ularning bolalaridan so'raydigan savollari faqatla topshiriqni ishladingmi? O'qishing qanday ketyapti? Kechki tamoqni yedingmi? Degandek savollar bilan cheklanadi. Ba'zi dadalar savolni so'rab, bolasi javobni to'liq deb berib bo'lguncha, bo'ldi. Chiqib uxla. Men televizorlarda bir oz xabar ko'rib olay deb bolasining gapini tugutib olishiga fursat bermaydi. Dada bola munosabati mana shundaq intayin tez holatda turibdi. Bolamizni yaxshi tarbiyalash uchun biz chuqum ular bilan sport o'ynashimiz kerak. Ular bilan paranglashishimiz kerak. Ularning nimaga qiziqadiganligini bilishimiz kerak. Agar ular kompyuter o'yini o'ynagan bo'lsa, bizmi ular bilan birga o'ynashimiz. Bo'lsa kompyuter o'yiniga ulardan ustunroq bo'lishimiz kerak. Agar siz bolangizning kompyuter o'yini o'ynashiga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, sizmi eng yaxshisi uning bilan birga o'ynang. Qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, ko'pincha vaqtlarda siz bolangiz qilgan ishni uning bilan birga qiling. Bolangiz qaysi artistni yaxshi ko'rdi, qaysi sportni yaxshi ko'rdi, qaysi bola bilan eng yaxshi do'st bo'lib o'tadi, bu ishlarning hammasini siz nihoyat obdan bilishingiz kerak. Siz bir dada bo'lgandan keyin mushundaq ishlarni to'liq bilishingiz kerak. Bu sizning xizmatingiz. Dadalar bolalarining gap so'zlarini anglab berishda intayin nachar keladi. Yaratquchimiz erlarni xili ko'p ishlarga ko'ngil bilishda ojiz qilib yaratgan bo'lib, kichik bolalarning gap so'zlarini anglashga taqti bo'lmaslik shularning biridir. Üçüncü, kichik qizlar nihoyat ko'p so'zlaydi. Kichik qiz bolalar gap qilishga nihoyat amroq keladi. Agar siz bir dada bo'lsangiz, qizingizning gaplarini quloq solib anglashingiz kerak.
ularning gapiga to'liq diqqat qilib, ulardan qiziqarli savollarni so'rab turishingiz kerak. Qizingiz sizga gap qilayotganda, siz boshqa bir ish bilan shug'ullanib, qizingizning gapini anglayotgan qiyofatga kirib olsangiz bo'lmaydi. Unda qilsangiz sun'iylik qilgan bo'lasiz, yolg'onchilik qilgan bo'lasiz. Qizlar nihoyat aqlli bo'lib, ular sizning yolg'ondan anglayotgan qiyofatga kirayotganligingizni osonla sezib qoladi. Dada, bugun maktabda mundaq ishlar bo'ldi. Shundaqmi? Dada, bugun men mundaq bir ishni ko'rdim. Mundaqdan. Dada, bugun men bir parcha rasm chizdim. Qalti chizibsiz. Dada, siz menga 30 so'm pul berishga va'da bergan. Shundaq. Nima? Men qachon shundaq qilgan? Hi. To'rtinchi, bola kichik vaqtida ular bilan yaqin munosabat o'rnatish. Uyingizga bolalaringiz uxlab bo'lganda kelmang. Uyingizga unda kech kelmang. Shanba, yakshanba kunlari tush soat 13 ga bo'g'ich uxlamang. Siz uxlab, bolalaringiz televizor ko'rmasin. Agar siz bolangiz kichik vaqtida ular bilan quyuq munosabat o'rnatmaydi ekansiz, ular 14 yoki 13, 14 yoshga kirganda siz ular bilan yaqin munosabat o'rnatolmaysiz. Siz bolalar qiziqmaydi ekansiz, ularmi sizga qiziqmaydi. Bu siz vujudga keltirmasangiz bo'lmaydigan tangpongliqlarning biri. Dada bilan uning qizi o'tirisidagi munosabat texmi shundaq. Bu tangpongliq bola kichik vaqtida amalga oshirilishi kerak. 5. Ayoliga vaqt berish. Nurg'un ayollar eriga rozi emas. Ayolingiz sizga norozilik bildirsiz, men pul tepiyotman, uyga ketadigan chiqimni hal qilyapman, men ozroq televizor ko'rsam nima bo'pti deb uningga g'o'miyib qo'ysiz. Ayolingiz do'sti bilan telefonda so'zlashsa, sen nima ish qilayotgandan kechgacha boshqalar bilan telefonda so'zlashsan deb uningga xafa bo'lasiz. Amaliyotda sizning uning bilan so'zlashadigan vaqtingiz bo'lmagandan keyin u shunday qiladi. Bugun xizmatingiz qandaqroq o'tdi? Men sening kichkina menga xizmat ishlari bilan qaymoqtirg'im yo'q. Berib ishingni aytgin. Xizmatning ishini men o'zim bir taraf qilay. Sen uningga bosh qatuma. Siz mushundaq paranglarda ayolingizni ko'zga ilmaydi ekansiz, ayolingizmo sizdan zerikidi, ayolingiz o'zini sizning sherikingiz emasdek his qiladi. Shunlashqa imkon qadar ayolingizni siz qilayotgan ishlarga tava kishilarning biridek to'yg'uga erishtiring. İmkoniyat yor bersa, siz har haftada bir kun bolangizni o'zingiz beqib, ayolingizni o'z do'stlari bilan birga bo'lishga qo'yib biring. Bilmem, ba'zilar uchun bu bir nihoyat azobli ishdek tuyuladi. Bunda qilishning ikki foydasi bor. Uning biri ayolingizga bir oz nafas olish bo'shliqi hozirlab berish. Yana biri siz o'zingiz bola boqishning qanchalik tez ekanligini to'liq his qilib, ayolingizni yetarli darajada qadrlaydigan bo'lish. Siz bolangizni o'zingiz yolg'iz boqqanda, dastlabida o'zingizga oksigen yetishmayotgandek, bola boqish intayin qiyin ishdek tuyuladi. Mana bu sizning bolangiz bilan birga o'tkazgan vaqtingizning yetarlik bo'lmaganligining, bir ayol kishining yordamisiz o'zingiz yolg'iz bola boqib boqmaganligingizning ifodasi. Bolaga yolg'iz qarash haqiqatan oson ish emas. Ammo bu biz amalga oshirmasak bo'lmaydigan tangpongliqning bir qismi. 6. Anisi ve ayoli bilan bo'lgan munosabat. Siz ba'zida opangizning qishiga bormoqchi bo'lasiz, ayolingiz opangizning uyiga bormang deydi. Opangizning uyiga borsangiz, opangiz sizga mening ikkinchisining ayolingni ko'rgim yo'q deydi. Ularga nima bo'lgandikin? Ba'zi oilalarda bu ikki ayol bir-biriga intayin o'ch keladi. Bir-biri bilan haqiqatan mo chiqisholmaydi. Ammo ular bir-biriga men sizga intayin o'ch demaydi.
Ayalınız men apanga intayin 3 dese, apаңыз men ayalınga intayin 3 dep bu geplerini fakat sizgili deydi. Davamlıq sizin kuluğunuzu ağırtıdı. Biri on kuluğunuzga dese, yeni biri sol kuluğunuzga deydi. Siz bu iki ayalının her ikisini küyüp, ularının bir-biriga boğan saranglanıcı gazeplerini besik turmusunuz bulmaydı. Siz bir mezgil apаңызga telefon qilishni unutulup qalsınız, apаңыз sizge ayalın seni bana telefon kıldırmadı ha, men bilimen deydi. Siz apаңыздың uyuga berip, o yerde azırak hayal bulup qalsınız, ayalınız sizge telefon qilip, bo'lmasa sen aşı öydüle yaşıgın deydi. Siz aşındak dertlerini köp dağıtıp, çeçiniz baldur düşüp kesse, ular senin çeçin hacet balduruyla düşüp gitip de sana nemi boğandı deydi. Ailenin normal halatını saklap meniş, sizden vazifeniz boğaçka, siz en aldı bilen apınız ve ayalınızdan ibaret bu iki ayaldan zirikip ketmezlikni. Ularning yuqoriqidek münasebetiga sabr qilishni o'rganishingiz kerak. Agar ular bir-birining ustidan shikoyat qilib, sizni qiyin ahvolga qo'yadigan, siz gapga chaqchaq aralashtirib, ulardagi jiddiylikning darajasini tuvallatishga tirishing. Siz bilan to'y qilgan kishi xizmatchi emas. O sizning ayolingiz, sizning arg'ininiz yana bir ota-onaning qizi. Ayolingizga qo'g'dash, ayolingizdan xabar olish va uni g'urur bilan yashash imkoniyatiga ega qilish sizning muhim vazifangiz. O sizning mas'uliyatingiz. Sizning to'y qilib olganingiz apangizning yordamchisi emas. Bizning dinimiz ayoliga bir xizmatchiga o'xshash muomala qilishga yo'l qo'ymaydi. Apangiz sizning apangiz, o apangizning apisi, o ayolingizning apisi emas. Bu amalga oshirmas bo'lmaydigan tamponlikning bir qismi. Ayolingizning sizda haqqi bor, ayolingizning sizning oldingizda belgilik mas'uliyati bor. Siz ayolingizni to'y kelishimining ichida emas, ishlarni qilishga majburlisingiz bo'lmaydi. 7. Balını aldıraş, tutuş. Bekar yuradigan yoshlardan cho'qim masala chiqadi. Xizmat yashiga to'shgan balang'izni imkoniyat yor beradigan cho'qim xizmatga siling. Balani xizmat, o'rganish, sport degandek ishlar bilan davomli aldirash tuting. Ularni davomli bir xil harg'in holatda tuting. Agar balangiz ishlashni xohlamasa, onu birer sport qilib hergizmi onu bekar tashlab qo'ymang. Vaqti bekarchilikda o'tadigan baladan cho'qim ish chiqadi. Bu hergizmi shundoq bo'lamdikan degan masala emas. O bir qachon bo'ladi degan masala. Shundoq ishning yuz berishi bir muqarrarlikdir. Balangiz faqat bir rasmiy xizmatni boshlagandan keyinla ondan pulning qadriga yetadi. İmkon qadar balangizga maşinini siz elip vermeng. O pulunu özü işlep tepip, andın maşinini öz pulu bilen alsın. Şunda kılgandığını andın balınız maşinini kadirleydi. Siz balılarımızda pulga hürmet kılıdığın kılıp terbiyelişimiz gerek. Biz balılarımızda pulga hürmet kılıdığın şekilde terbiyelişimiz gerek. Biz balığa hem nersini elip versek, balı hergizmi pulga hürmet kılmaydı. Bu iş intayin mühim. Biz balımızı bekip çoğun kılımız. Onun intayin parlak istiqbalıga erişini isteyimiz. Onun en yaxşı turmuşga erişini ümit kılımız. Siz bazıda, men şunca böyle köp tepi bassam, eğer aşı pul bilen balamını bir yaxşı turmuşga eriştirmesem, mende onca böyle köp pul bağ boğunun nimi ehmiyeti de oylaysız. Şunun bilen balığı boğan kүйініш meydanında turup, onu bunu elip birisiz. Bu, ata-analarда бар boğan bir xil tabii köngüldür. Ama eğer siz balığınızga hemmi nersen elip birdikensiz, o halde balığınızı zehirleysiz. Ameliyatda siz onunla yardım kılmayın, onunla ziyan keştik kılgan bulursunuz.
Bir adam sizden balınızga hiç narsa elip bermeng deganni talab qilolmaydi. Ammo bundaq ishlar muvofiq bo'lishi kerak. Bala talab qilgan narsaning hammasini elib berishni odatga aylantirmaslik kerak. Agar siz balangizga hamma narsani elib beradigansiz, siz balangiz uchun bir xususiy bank bo'lib qolasiz. Balangizning oldida sizning onundan boshqa qimmatingiz bo'lmaydi. Bu intayin ichinishlik ahvol. Bu bir dada isteydigan ahvol emas. Yuqoridami deyilgandek, siz balangizga beradigan eng yaxshi narsa sizning vaqtingizdan iborat. Balangizga imkon qadar ko'proq vaqt sarf qiling. Onun bilan paranglashib turing, onun bilan birga sayohat qilib keling. Agar siz balangiz bilan bir safarga birga chiqib 5-6 kun vaqtni onun bilan birga hamma ishni tan qilib o'tkazadigansiz, o'zingiz bilan balangizning o'rtasida bir haqiqiy bog'lanish, bir haqiqiy muhabbat vujudga keladi. Bu intayin muhim. Şoňlaşky muşundaq işqa çuqum maxsus vaqt ajrating. Bundaq sefer naýaty haşametlik sefer bolmasyň bulaberdi. Öýdün başga her qandaq yer bolsa bulaberdi. Birer toqqanlaryňyzyň öýüge berip kelseňlermi bolady. Çuqum özüňizden kündülük muqum işleriňizden sırtyda balanyňyzga maxsus vaqt ajrating. Şundaq qılsanız balınız bilen özünüz oturusida küçlük muhabbet ornata alaysız. Paydalanış materyallardan Numan Aliyxonninki Responsibility degan bir derisken qadrli qarindoshlar, YouTube'daki adresimi bor ekan, onu inglizchini deb nimaga chiqarib qo'yamiz inshaalloh. Torbetke. Bugünkü dersimiz yani 22 minutluk ders oldu qadrli qarindoshlar. Yani balığa vaqt ajratish to'g'riliq. Onun eğer bir qancha minutluk ders bo'lsa, yana ketib qo'yaylik. Aldığımız saat biz erler bilişki tegişlik ayallarga ait mühim işler. Onundan keyin ayallar bilişki tegiş erlerge mühim iş, erlerge ait mühim işlerini işki ders kılıp cemi 3 ders er ayallar birbirini bilişki alakadar olanı qılgandyk. Hem de perzentler bilişki tegişlik mühim işler barken bunu biz keyinki saatte qılaylik qadrli qarindoshlar. Vatandın kelgen bir parça xat degan bir mezmun bor ekan, 7-betdan 11-betgacha buni ketib o'taylik. Ondan keyin darsimiz tugaydi qadrli qarindoshlar. Vatandın kelgen bir qancha xat. Erkin Sadiq efendim, diyarimiz ve chet eldagi nurg'un tabiiy fan olimlarimizning haqiqiy o'rganish ulgusi. Onunga minglash tashakkur. Qaysi tabiiy fan olimi uningdek millatimizdan kelgusi to'g'risida o'ylanmoqda. Ular özlerinin ünvanı üçün avare degenini yazıp diken. Salam Erkinka, siz bilen tuncu qitim e-mail arkalı xat ala qılğınım üçün nayit xuşalman. Ben siz toğruluq 86-cı yılı 91-ci yılları Şinjan Üniversitede okuvatkan çığımdıla köp anlığan. Oyunuz işide ilgirleş temizlik makale şu çağlardaki studentlar qatarında bana bu şundaq çoğunqur təsir qılğan idi. Qandaqlı boğmusun yeşim 35'ke bağanda bolsa bu arzuyumga yeni çetelge çıkıp bilim iliş gayesiga yettim. Hazır Yaponiyadagi bir üniversitede PhD ünvanı iliş üçün okuvatman. Pat arada oquşum bitidi. Bizmi sizning ögünüş royunuzdan xeli küçük təsirini erişken netice deb qarayman. Kök Bilge Celil degan qarindishimiz yazıp diken. Bolsa bundaq maqalalarni ko'proq yazgan bolsa ne kadar yaxshi bo'ladi ha? 100 mikyanning qichqarg'inidan bir xo'rozning chillig'ini afzalda debdi. Boshqa inkasda maqolani bek yaxshi yozibsiz. Ulug' Allohdan sizga salomatlik tilayman. Qoldi gap bizning o'zimizni
qandaq o'zgartishimizda debdikan. Mumkin bo'lsa bütün Şinjanni o'zini Uyg'ur hisoblaydigan kishilarimizdan bu maqolani bir ko'rib beqishni umid qilaman debdim. Nima degan yaxshi yozilgan maqola, qo'lingizga dard bermasin, Xudoyim. Buningdan kimi mushundaq temalarni ko'plab yo'llaydi ekansiz. Biz dal mushundaq maqolaga ehtiyojliq, men chuqur boshqalarga tavsiya qilaman deb Erkin Sidiq akamizningki maqolalar tushgan inkoslar ekan. Salam sizga Erkin aka, salomat turib-o'tamsiz, hamma ishlaringizga utuq yor bo'lsin. Sizning vaqtni muvofiq boshqarish nomli maqolangizni o'qishga muyassar bo'ldim. Sizga asaringizni o'qigan va o'qish oldida turgan barliq do'stlar nomidan yana bir qatam cho'nqur tashakkur aytaman. Qalamingiz talmasin. Siz garchi bizdan yiroqda bo'lsangizmi, ammo yuragingiz, qarindoshlar uchun oqizayotgan qon terlaringiz buni his qila oladigan va his qilayotgan har bir aql egasining qalbiga, o'ttiq yuragiga to'limi yaqin. Har bir maqolangiz meni haqiqatan texmo mukammallashish va o'zini tunishga yetakchi bo'layotdi. Sizga yana bir qatim rahmat. Sizdek akam bo'lgandan suyunib, singlingiz Zulfiya debdi qadrli qarindoshlar. Qolgan inkoslarni keyingi darslarda o'qamiz, qadrli qarindoshlar. Anda bo'lsa bugungi tadbir yaysin darslari 48-darsimiz misha tamom bo'ldi. Dadalar bilishga tegishli muhim ishlar, haqiqatan muhim ishlar ekan. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.